Hürmetli vatandaşlar, bugünkü islaha 2022 yıl 7. ayının 29. günü endi sizlerge sözleydiğen leksiya hesapta hazır 3 varak, yani 3 parça leksiya. Ben sizlerge tünügün dedim. Bu doklat Angliya ve Amerika'daki alimler tarafından tayyorlangan doklat iken vatandaşlar, dal hazırki vaziyette bu doklatning o'tirg'i chiqishi qaltis gap. Men demoqchi bo'lganim, Xitoy Kompartiyasining Uyg'uristonni, ya'ni o'zining tilidagi Xinjiangni mustamlik qilishning usullari yoki bengtuvan mustamlikchi, bu bengtuvanni boshqarish usullari, bengtuvan qandoq mustamlika qildi Uyg'uristonni, mana shu to'g'rida yozilgan ekan vatandaşlar. Oxirda yani ikki sonliq ma'lumot bor. Men o'ylaymanki, eng va fikri va ideyasi va har bir Uyg'ur bu ikki par sonliq ma'lumotni anglaganda cho'chib ketadi vatandaş. Cho'chib ketadi. Buning ma'nosi hozir butun dunyo birlashib Uyg'uristonni mustamlik qilyapti, Uyg'ur xalqining qon teridan foydalanyapti degan mazmun chiqdi. Ben bu leksiyani boshlayman, anglanglar vatandaşlar. Doklat Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bengtuvani. Xinjiang degani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarni bostirishda yadroliq rol o'ynadi. Mavzuli xabar 7. ayning 28. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. 28. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining raisi Xi Jinping suhbat o'tkazgan kun bu maqolaning radioda e'lon qilingan vaqti birlashtirib qarang vatandoshim. Xabar bundoq boshlandi. Yeniden e'lon qilingan bir parcha tadqiqot dokladida bundoq ko'rsatildi. Çünkü Kompartiyasining Xinjiangda turishliq harbiy ishlar va qurolliq tashkiloti, mustamlik Uyg'uristonda turishliq harbiy ishlar va qurolliq tashkilot ishlab chiqarish bengtuvani doiralar, Uyg'urlar va boshqa millatlarning huquqlarini dafsanda qilish jarayonida yadroliq rol o'ynadi. Angliya Sheffield Hallam Universiteti Haylona Kennedy nomidagi Xalqaro adliya markazi haftaning 2. kuni, yani 7. ayning 26. kuni e'lon qilgan yiltizi bilan qo'shib quritish, Jungoning bo'zyar o'zlashtirish guruhi va uning Uyg'uristonda, yani Xinjiangda kishilik huquqni dafsanda qilish mavzuliq dokladda ishlab chiqarish qurilish bengtuvanning majburiy aholi ko'chirish. Bu hozir Uyg'urlarni ichkari Xitoyga ko'chirish va Xitoylarni Xinjiang va mustamlik Uyg'uristonga ko'chirish. Har ikkilisi shu mazmunda bo'lsa kerak. Aholi ko'chirish, majburiy emgakka selish bu Uyg'urlarga qaratilgan. Yer mülkünü zo'ravonlik bilan tortib olish, Uyg'urlarning qo'lidagi yer mulkni zo'ravonlik bilan tortib olish, qonunning sirtida Uyg'urlarni nazarband qilish va nazorat qilish, hamda diniy e'tiqod ziyonkashligi qatorli usullar orqali Uyg'urlarning va boshqalarning turmushini, madaniyatini, odamiylik salohiyatini bostirganligini bayon qildi. Dokladda bengtuvan o'tgan 5 yil ichida bu planni ijro qilganda terrorizmli hukmronlik o'rnatdi deb ko'rsatildi. Dokladda Xinjiangda, yani mustamlik Uyg'uristonda turg'izilgan bengtuvan 1954-yili qurilgan. Hozir partiya, armiya, shirkatlar birlashgan bir organdir. Bengtuvan Xinjiang, yani mustamlik Uyg'uristonning har qaysi joylariga joylashgan.
Özünün iqtisadiyin özü bir taraf kılıdı. Hükümet ve adliye qatarlıq işladı hukuk dairesi var. Memuri cəhətdə Cungo Mərkəzi Hükümetinin ve Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Hükümetinin qoş tərəflik rəhbərligini qəbul qılıdı. Bentüən ülke yakin ministerlik dercelik organ. Müdafiə ve hərbi tertip boyucu tüzülgen. Kumandan, siyasi komisar, dercilik, rəhbərlik vəzifələri var. İqtisadi cəhəti Bentüən, təşqi cəhəti Bentüən şirketi de batılıdı. Bentüən çoğun tiplik devlet ilgiligidiki şirkettir. Yezi ilgiligi ve sanat bilen şoğullanıdır. Yani qatnaş, binakarlık kuruluş, soda ve başka iqtisadi kuruluş kəsblərə çetelidir. Bentüənnin qarmığıda bazarga çıqqan 10 neçədən artıq şirket var. Hem de bir neçə 10 min şirketin pay çek hukuku var. Bentüənnin qoluda bir neçə 10 min şirketin pay çek hukuku var. 2020 yılı Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti Şinjan'da, yani müstemlik Uyguristan'da milletlerin kişilik hukukunu depsendi kıldı diyen meseleye çetişlik. Şinjan kuruluş Bentüənni qor tizimlikке kirgizdi. Haylonna Kennedy Xalqara Adliye Merkezi dokulatıda mundaq görsetdi. Müstemlikçilerin müstemlik qilish organıdır. Bentüən müstemlikçilerin müstemlik qilish organıdır. Bir isim çıkıp kaptıken koşup koydum mu? Şundaqla partiya hükümet yuqori qatlami Uyg'urlarni bostirishga shiltadigan harbiy ishlar va ishlab chiqarish kuchidir. Bentüən Xaylona Kennedy Xalqaro Adliya Merkezi dokladida misol keltirib mundaq ko'rsatdi. Ishlab chiqarish qurilish Bentüənning o'zining turma boshqarish sistemasi bor. Sun'iy hamroda tartilgan suratlar aşkarıldı ki 2016 yıldan beri Bentüən bu türmelerde Uygurlarını nazarband qilishga ve qamashga başladı. Devamını anlayız sötendaş.